بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Bu ayet hazır ilgirki ötken ayetlerdeki şu vaidni texim muayyenleştirgen, texim ta'kidlagan. Yana şu iman buyruğu ya eyyuhellezine utul kitab aminu deb. İmanga qilgan buyruqni texim ta'kidlab kelgan. Chunki sen iman etmasan ishing chataq. Boshqa ishlar olib qolsimi kechirilib turadi. Lekin iman etmay kafir bo'lgan holatda, mushrik holatda bo'lib qolsang, ma kechirilmaydigan qizilsizlik ma'voda ogohlantirish uchun yuqorqi oyatlarning mazmunini ta'kidladi. Endi iman etgandan keyin kabarni qilib qolgan bo'lsang, baq qo'rqib ketmasang bo'ldi demak. Qo'shimcha ma'nosi. İnnallâhe lâ yagfiru en yüşreke bihi. Yani in mâte aleyhi. Yani şu şirk haletinde ölüp geçse Allah Teala onu geçirmeydi o. Yani şirk diye bu sözün maksat ne ya? Kufur. Umum manası kufur. Yani müşrik olsun, kafir olsun, hem bunu üstüyalıdır. Yani şirklememese, demek adetki şu müşriklerin şirkimi kirdi, ehli kitabın şirkimi kirdi, mulhidlerin, ateistlerin küfürlüklerin şirktidir şu. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ. Bunundan tüven boğanını keçirütüdü dedi. Dune dedi. Bunundan tüven. Keçirütüsü kandası tafaddulan ve ihsana. Fazlı merhamet olan keçirütüdü. Ey مَا دُونَ şirk. Yani şirkten tüven boğan günahlarını. Yani kebair bağışını size. Sagairli bağın. وَاِنْ كَانَ كَب۪يرَةً مَا عَدَمِ التَّوْبَةِ. Çün günah olsun mu? Şirkten tüven boğslan. Tövbe kılsın kılmışsın. Halis keçirütüdü diyeyim. Tövbe kılsa Allah keçirütüdü. Lekin tövbe kılmaya ahıldı mı? Halisa keçirütüdü. وَالْحَاسِلُ أَنَّ الشِّرْكَ مَغْفُورٌ عَنْهُ بِالتَّوْبَةِ. Yani hulasılırsak bu şu ayetin mazmununu, şirk ya küfür olup kalsa, bu tövbe kılsa hep kılınıp gidiyor. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِيَّنْتَهُ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. Lakin küfürümü tövbe kılıp iman etse, burada ötkeş salavatta geçirilip gitti. وَأَمَّا وَعْدَ غُفْرَانِ مَا دُونَهُ لِمَنْ لَمْ يَتُبْ. Ondan küfürden tüverrek günahlarga keçirütümen de verilgen vade, bu tövbe kılmagan kişilerge kılmagan. Yani tövbe kılmagan kişiler şirkten tüven günahını kılsa keçirilip gidiyor de verilgen vadedir. Ey la yaghfiru limen yushriku ve huve müşrikun. Yani müşrik halattan şirk işini kıysa demek için. Yani şu müşrikken, müşrik turuqluq şu halde şirk qilgan bo'lsa mag'firat qilmaydi. Eğer müşrik emas, hukmay ya manda bir qilsagan ish bo'lsa balki u boshqa bo'lishi mumkin. Bu ishada müşrik bo'lsa zade kechirmaydi. Ham shirk emas, gunohga bulab qolib kechiradi. Shirkdan tuvan bo'lgan holatda gunoh qilsa kechiradi demoqchi. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Man laqiyalloha ta'ala la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannata." وَلَمْ تَضُرْهُ خَطِيئَتُهُ. Demek aslında kafir bulmagan, şirk keltimi halatda Allah'ın aldığı varsa başka günahları ziyan uğramaydı onunla, cennet şiri yurdu. Bunun başka hadisleri var, رَغْمَ أَنْفِ أَبِي ذَرْ diyendik. وَاِنْ زَنَا وَاِنْ سَرَقْ وَاِنْ زَنَا وَاِنْ سَرَقْ رَغْمَ أَنْفِ أَبِي ذَرْ. Günah etmek mukavvası cezalımayla mı? He? Cezalımayla mı? Bu cezalı zaten o yağfır diyenge bulmaydı. Cezalıgan olsa ufran diyenler bulmaydı. مغفرة قمام بلته وتقييده بقوله لمن يشاء لا يخرجه عن عمومه. عند مشاهدته ويغفر ما دون ذلك dedi. Ki ahirde limen yeşâ da kıstırıp koyduğu, kayıt koydu. Lekin bu kıstırıp koyganlığımı ya keçirütüdü diyen mezmundan onu çıkarıtamaydı. Mabek mühim nokta ki. Xalıqallah bilen xalımıqallah keçirme diyen mezmun çıkıdı deyimiz o. Ha tesir dağısı yak bu hemmeke deyin yak mağıl deyip. Nilme yaşada bunda kayıp boğanı Allah xalıqanı keçirdi, xalımağını keçirmeydi degan emas, hemmini keçirdi degan buldu bu. Ümmetine çoğrak tilan demekçi. Adilma ayetninki mağfiret davası ve kan demekçi ma tefsirdi. Nereden çıkarımız ki? Mana ke kavlihi, tefsir Kur'an bil Kur'an kılıyordu. Yani bir ayette Allahu latifun bi ibadihi yerzuq men yasha dedi. Yerzuq men yasha. Xalıqalar rızıqı başqalığın rızık bir vatıdı yani, bir do demekçi. Emmeki bir do degan gap ma'lum demek.
Bu şunda tefsir kıtımdı. Lekin de bendilarning hammamizni shunda kechib o'tirganga deb aksida shuningga yetib, ya'ni kabairni qilib bunda bo'lmasin, nima yasha deb qo'ygan bo'lsin. Yani biz aşağının içinde babulamız mı ya mağfiret kılmanın nima yashaning şişrenmey kılamız mı da bir xil bunda endish qilib xavf bilan amal qilsin, diqqat qilib andinma gunohdan jiroqroq tursin degan tariqada deb qo'ygan bo'lsin. قال علي رضي الله عنه ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية. مش آياتта taqlarda mağfiret qilib çoğun bir ümit boğaçqa Hazretleri muş ayet en sevimli ayet etki. Tabılının her xil sözleri var. Erce ayetul Kur'an dedi. Bazı gafir zembi ve kabil tevbe. İnna Allah yaghfiru zunuba cemi'a. Ve la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muşunda ayetnam mı ne? Erce ayetul Kur'an dedi. Onu Hazretleri muş en erce ayetul Kur'an demek istediniz. Ve hamlul mu'tazilati ala at-ta'ibi batilun. لأن الكفر مغفور عنه بالتوبة لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. المعتزلة مش آياتته من ده قرأتهم şirk bilen kebairinin farkı yok. Biz bu ayetni tutup bu ayet şirk bilen kebairni Allah Teala'nın mağfiret kılış kılmaslıkta farkı var dep kege ayet tutup. Şirkni mağfiret kılmaydı, kebairni mağfiret kıldı. Muş ayetin mazmunu şudur. Mu'tezile yaptı. Yak bu ayetin mazmunu şirkni mağfiret kılmaydı. Kebairni mağfiret kılmaydı diyen buldu. İkisi okşası diyen buldu. Tövbe kılmağalet de şirkse. Elbette hem de tövbe kılasa o küfürünü mü yüyüttü. Yani her ikisi tövbe kılsa yüyülüdü, tövbe kılması yüyülmaydı o demek ki. Mu'tezile. Biz müşahede mazmunuyla Mu'tezile'ye reddiye verimiz. Ayette kullulladin keferu yantav yughfar lahum ma qad salaf deganda bunun da küfürninki, şirkninki tövbe qilish orqali mag'firat qilinganligi dalil bor. Unda o'niken fama dunahu awla an yughfara bit-tawba. Unda o'niken o küfürden tulan bo'lganmish kabair sag'irlar tövbe qilsa albatta mag'firat bo'linib ketganligi aniq deydi. Bizim ahl-i sünnenin Mu'tezile'ye karşı gap qilganlarning so'zi ma'lum. Oyatda kullulladin keferu yantahu yughfar lahum ma qad salaf degandikan küfürden tövbe qilsa mag'firat qilinib ketadi degan mazmun chiqdi. Buningdan biz nima tushuna olamiz? Kabair qatorliq küfürden tulan narsaning albatta mag'firat qilinib ketganligi so'zi tövbe qilsa. Bu bir aniq masala edi. Endi ma'yat bash ikkisininki farqi bor deb shuni bayon qilish uchun kelgan. Siqalli bayani tafriqa baynahuma. وذا فيما ذكرنا من يوم شو وذا فيما ذكرنا شو يقول بك سي Mu'tezile'nin gibi mi? Yok, hazır mı o? Nesefinin sözü. Ve hamlul mu'tezile ta'alatay batil diyorlar. Çünkü mamunda da sebep gösterdi. Ve da fîmâ zekerani çünkü ayetinin mazmunundan doya. Ama yüşrik billahi fakat iftara etmen azîmâ olganiken bu fevkalade bir ağır cinayet, yapıl kılınmayacak cinayet diyen mazmunda, lekin kebair unda emas demek istedik. Yana bu ayette havarizlikme reddiye var edi. Havarizlar qanda günah olsun bu bir xil şirk. Dozaqda mangu qaldırılgan bir cinayet deb anda qaragan. Yani kebair, sagair deb ayırmaymiz. Sagairmi o'xshashi dozaqda muxallaf qaldırılgan narsa deb çın turgan bu. Ma ayette hazır ikisini ayırgan eken bunda emas yerlik chiqdi. Va da fîmâ zekerna yantazar shuni chiqmadi. Biz demakchi onu müşahede yanda var bo'lsa. ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. Hamda ومن يشرك بالله degani shu. Xuddi nima uchun mag'firat qilmaysiz buni desa, shuni ta'lilan sababi. Chunki bu shirkka kirgan bu qattiq ig'ir yolg'onchilikni tuhmat qilgan bo'ladi. Buning sababidan endi ashuni qattiq mangulik azobga duchor bo'lishga loyiq bo'lgan bo'ldi deb sababini ko'rsatib qo'yadi. Muşu ayetinin sebebinin nuzulda Allah Teala "Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah innallaha yaghfiru zunuba cemi'a" degan şu ayet nazil qilgan chaqda o'tda qoldim desa so'rab Rasululloh. Yani şu ayet nazil bo'ldi desa ya Rasululloh va shirk aydan yana javob bersa va shirk aydan shuni so'rabdi. Shirkni mag'firat qildi hamda. Yaghfiru zunuba cemi'a degan ekan shirkni gunohdir. Shirkni mag'firat qildi hamda degan 3-chi qatimdan mushayat etgan. Innalloha la yaghfiru yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Shirkni mag'firat qilmaydi. Undan boshqa mag'firat qiladi degan. Endi va nazala fi man zakka nafsahu min al-yahud va an-nasara haythu qalu nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. O'zini aytdi nuqsondan pak
shunda obdan deb ko'rsatganlarda mushayat tushadi. Yahud nasaralar niyete nahnu Abdullah al-Muhtadidgo nahnu abna'ullah wa ahibba'u dedi. Ondan ve qalu la yadkhulul cennata illa man kana hudan aw nasara degan ekan. Yani o'zini shunda Xudoning obdan bandalari jannat shu bizdan kirimiz boshqilchimaydi deb o'zini shunda pok, tahir, nuqsondan, gunohdan xoli obdan banda deb ko'rsatgan. Shular haqida oyat tushdi. Alam tara ilallazina yuzakkuna anfusahum. Bunun ahvolidan ajablantirish. Alam tara degandan ta'jib dedik biz. Necha oyatda. O'zlarini shunda poklab ketadigan, obdan sanab ketadiganning ahvoli qaramamsa deyman. Wa yadkhulu fiha kullu man zakka nafsahu. Ana musha oyatning mazmuniga al-ibra bi umumil lafz bo'lgan ekan, o'zini zada shuna pok deb hisoblaganlarning hammasi kirib ketadi. Wa wasafaha bi zaka'il amali wa ziyadati at-ta'at wa at-taqman shunda itoatman, shunda taqvodor odam, muttaqi, zohid deb amal ibodatlarni shunda obdan qilma deb o'zini nuqsondan pok holatda ko'rsatganlar hammasi kirib ketadi. Lekin olim dedimda sahih bir g'araz bo'lib qolsa, ya'ni yo'lliq bir maqsad bo'lib qolsa, o'zini shunda taklif ko'rsatsa bo'ldi. Bu at-tahaddus an ni'matillah bo'ldi ya'ni. Amma bi ni'mat robbika tahaddus degan doira bo'ldi. Shu Yusuf alayhisalommo shu vaqt kelgan chaqda, shunda o'zini shunda ko'z kerak bo'lgan chaqda, "Ijalni ala qadayn va inni hafizun alim" dedi. Nima? Ya'ni o'zini tazkiya qildi. Lekin bu o'zini tazkiya qilsa bo'ladigan o'rin. Çünkü şu çağda şu xatarning oldini olish uchun shu rolni bir adam tutish kerakdir. Bunda sifat kerak. Navkin ekaldi. Xuddi masalan bir parxutda ketib parxut cho'kilib qolsa, uni aylangan shu bir kaftan taza joyda uqmaydigan odam bo'lsa qanday qilgan gap. Xuddi xudoning bo'lsa, tamamen zaman bilinmani. Yani bir adam uchun ketib ulgurib qolgan bo'lsa, doktorlar uqmaydigan bo'lsa, qilgan bo'lsa, doktordan miskilib, tamamen zaman davolayman doktorda bilan davalash shurg'a qutqizishga. Shu o'xshash. Ashunda o'rinda bo'lsa mayli. Undan boshqa o'rinda bo'lsa bu xato ekan. Balillahu yuzakki man yasha. O'zida shunda pok deb qaraydiganlarga qaramamsa, balki Alloh xohlagan kishilarni poklaydi, pok deb baholaydi degandek. Chunki Alloh taolo butun ichki ahvolni bilgichi. Lekin inson divalidi. Uning boshqa insonlar ko'rinmaydigan nurg'un ahvoli bo'ldi. Alloh taolo shu hamma ahvolni bilgan bo'lg'achqa, haqiqiy to'g'ri baholaydigan zot bo'lg'achqa, ballahu yuzakki man yasha. Ya'lamun bi anna tazkiyatallohi hiyallati yu'tadu biha la tazkiyata ghayrihi. Alloh taolaning tazkiyasilam shu kuchga, uningdan boshqasi hisob ilmaydiganlikni uqtirib qo'yishga iborat. Yani başkalarının tezkiyesi özgü olsun, başka bir qilgan tezkiyesi olsun, hammasini bekor qilib o'tishmoq. İbtalun li tezkiyetil g'ayr deymiz. Li'annahu huval alimu biman huwa ahlun lit tezkiye. Mana paklashqa, yaxshi deb baholashqa loyiq bo'lganlarni bilguchi zot shu Alloh taolodir. Shunga hozirmi masalan bir tonishtirish yozib qolsa, tezkiye yozib qolsa, maktabga o'quvchini qabul qilsanglar bu bilan kirishshamda Obda okuduğum balıkta da tanıştırımızda Cami İslamiye'ye tezkiye yazımız. Yazsakmış onun da koymuşum. Ama şehidna illa bima alimna. Ama kunna lil gaybi hafidin. Onun da gaybini Allah bilir doğdu. Ve nahvuhu fela tuzakku enfusakum huve a'lemu biman ittaqa. Ma ayetimi aslında üzne naat obdan paktab aqlashni to'sqan oyat. Yani taqvodor bo'luvchi eng yaxshi bilguvchi zot Allah. Unda o'nkin siz o'zingizni tazkiya qilmang. Hatto boshqalarni tazkiya qilish masalasi bor. Bir hadisda sahoba ayollardan birisi o'rgatgan bir sahabani tazkiya qildi. Yani anlaka aba falan dedimi degan ekan, siz muammasini tazkiya qilma deb bundiki hech kim tazkiya qilmayman degan shu sahoba Buxoriyga. ولا يظلمون فتيلا أي الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تزكية أنفسهم حق جزائهم. Yani bula o'zini shunda paklab turvag'iniga loyiqda jazo tortildi demak ekan. Yani adolat bilan jazo tortildi, yani uning jazosini ortiq berilmaydi, shu berilgan loyiq jazo berildi degan ma'noda ekan matafsi. Yoki ikkinchi tafsir أو من يشاء يثابون على زكائهم ولا ينقصوا من ثوابهم. Xalqan kishilarni Alloh taolo paklaydi. Bu paklagandan keyin bular pak bo'lganligiga
qarta yaxshi mukofot berildi. Masalan, namoz o'qitgan joyda, zakat beribdikan, boshqa yaxshilikni qilibdikan, Alloh taolo shuning qarta bularni tazkiya qilibdikan. Qilgan yaxshilik qarta savob berildi. Savobi kemayib ketmaydi. Ya'ni wala yuzlam degan la yuqas min savabihim degan ma'noda demak. Ikkinchi tafsir. Fatila qadr fatil. Fatil degan nima? Bir eshilgan narsa, bir ashmi miqdori degandek. Va huwa ma yahdathu bi fatl al-asabi' min al-wasf. Barmoqni shunda pokiz so'qiladigan barmoqni eshiyversa, keyin bir kir yoki terining yulinib chiqqan qoldiqlari eshildi-ku. Shuni demoqchi deydi ma birinchi tafsirda. Lekin olimlar da ikkinchi tafsirda fatil deganni bu shu qo'lning urug'ini qashtamda bir jitek narsa chiqdi. Shuni fatil deymiz. Demak bu misal lil haqara. Kichik bir narsani demoqchi. Yani qilchilik degandek. Yani qilchilik zulm qilmaydi degan mazmunda. Ondur kayfa yaftaruna Allohul kadib. Qaramamsa Allohning Alloh taologa yolg'onni, buhtanni qanday chaplayotganligiga bu bir ajablantirishdan iborat. Fi za'mihim annahum indallohi azkiya. Yani biz Allohning huzurida pok bandilar degan davosida mana Alloh taologa yolg'onni chaplagan bo'ldi bular. Azkiya yani athar demakchi. Wa kafa bihi isman mubina. Mushularning aşı davosi aniq gunoh bo'lishda yetarli. Yani ularni halokat tashlashda, ig'il gunoh bo'lishda yetarli jinoyat bu. Boshqa gunohlar bo'lmasa-mu mush kifoya qiladigan jinoyat demak. Nima uchun endi bu Alloh taologa buxtan chaplashdan iborat bo'lg'achqa. Yani yana bir ajablantirish keldi 51-oyatda. Alam tarallazina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut. Kitobdan nasibi berilganlarga qaramamsa dedi. Bularning qilmishini egir, hayron qolarlik ishmao. Yani bular Yahudilar yu'minuna bil jibt. Butlarga iymon etgan, yoki shuni ishongan, e'tiqod qilgan. Va kullu ma abaduhu min dunillah. Yakan umum ma'nosida Allohdan o'zga ibodat qilgan har qanday narsa u jibt bo'ladi demoqchi. Jibtga asli bir butun ismi bo'lib, undan Alloh taolodan boshqa ibodat qilgan har qanday narsa ishlatilgan bir so'z ekan. Va tagut shayton yoki haddidan bak eshib ketgan ashunda o'zini iloh deb nima qilib olgan narsa bir narsa. Yana shayton debdi. Ya'ni ashunda Allohdan boshqa narsalarga iymon etadiganlar. Va yaquluna lillazina kafaru. Yana kafir o'g'illar haqida nima ha ulai ahda min allazina amanu sabila. Va yaqul lillazina kafaru yana fi sha'ni fi haqqi allazina kafaru degandek dediqo. فقالوا لإخوانهم ديالنا في حق إخوانهم لأجل إخوانهم في حق الكفار ديالنا يعني كافر لا أكدا نمديدو هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا من أشر مشرك لا إيمان etgan müminlerden bekrak doğru yol üstüde müşriklerin hak dinine demekçi. Bula kitaptan nesibe berilgen turuluk müşriklerin ama iman etgandan bekrak hidayet etgan beydemez mi? Manın karar dedi. Muşunda mı deyiş var mı? Karamamsa diyen mi? Ulayna şu kablo. Ya müşrikler. El-müşrikun ehda minel mu'minin demekçi. Ve zâlike yani bir sebebin nuzulaken enne Huyey ibn Akhtab ve Ka'b ibn el-Eşraf el-Yahudiyeyni kharaca ila Mekke'de ma'a cema'atin minel Yahudi yuhalifuna Kureyşen ala muharebeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müşriklerle sizler ayandın, bizim ayandın tutuşulan bu müminlerin şunlardan bir rüstür etmeyli mi deyip bunların da keşimsiz bağlan. Faqalu antum ahlul kitab. Şunlar Mekke müşrikler de sizler kitap okuyan, bunda okumuşluq, samavi kitap olan bunda bir kişilersizler. Ve antum ila Muhammedin aqrabu minna. Sizler Muhammed'e bizim qarağını yakınrak. Ve o aqrabu minkum ilayna. O sizler qarağında bizge yakınrak dedi. Şuna olama. Ve o aqrabu minkum ilayna. Muhammed'e bizge qarağını sizler bekrek yakın. Muhammed san qarağında bizge yakın deganlar. Şu. Belki olmayada sizler kitap tushgan jihatdan Muhammad tomonidan Qur'on tushgan bizga qaraganda sizlarning xuddi tilingni bir degandek-da. Sizlarmi ammo ahli kitob sanansizlar degandek. Lekin endi Muhammadni deb bilsak bizning ishimizdan chiqqan bo'lgan ekan, sizlar qaraganda majatni deb bilsak bizga yaqinroq. Fala na'manu makrakum. Shunga sizlarning bizga shu qas qilib, keyin o'ylagan yerdan chiqmay, deyishgan bo'yicha qilmay, aqlimizdan pichoq urishingni biz xotirjam bo'lolmaymiz. Fasjudu li alihatina hatta natma'inna ilaykum. Shunga bizning mushkullarimizga siz sajda qilinglar, undan bizga haqiqatan
bergan so'zida sodiqgan deb xotirjam bo'laylar demoqchi ekan. Tafa'alu shundan bular saydi qilibdi. Hada imanuhum bil jibti va tag'ut. Demak, musha ularning asho ahli kitob turug'liq butliga boshlugan ashunga iymon etgandek bir ahvoli demoqchi. لأنهم سجدوا للأصنام وأطاعوا إبليس عليه اللعنة فيما فعلوا. فقال أبو سفيان أنحن أهدى سبيلا أم محمد؟ فقال كعب أنتم أهدى سبيلا. قال قرآن بكرك to'g'ri yo'lda islom dinini laqraq qonunning xato muhammadning xato demoqchi. Yahudining usulliqni haqiqatan ajablanishga tegishlik bir ahvol ekan. Ulaikallazina la'anahumulloh. Ana shular Alloh la'nat qilganlardir. Yani rahmatining qo'lib o'tgan kishilardir dedi. Demak, ularning oqibatini bilmoqchi desa, "Va may yal'anillahu falan tajid lahu nasira." Ular la'nat qilingan va la'nat qilingan ekan-da, Alloh la'nat qilgan kishi degan uningga yardım birga hech kim bo'lmaydi. Yo'tadu bi nasri. Uning yardım ve hisob qog'idek unda bir odam bo'lmaydi. Demak, shu Makka mushriklari bilan hozir ahdilishib shuning yordami bilan Rasululloh qarshi turmoqchi bo'ladi. Lekin oyatda u Makka mushriklarining yordami qilmaydi sizga. Deb xuddi Makka mushriklari oldiga yordamdan umidsizlantirayotgandek. Har qancha ular birlashib yordamni qabul qilsa-mu foydasi yo'q. Chunki Alloh taolo la'nat qilayotgan, rahmatidan qo'llayotgan demakchi. Navadım şu ayet şu can bulaştığın görünüşken ayet. Ha. Keyin ondan ahzab bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyin ondan bu Yahudilarning bir qismini qirib o'tdi, erlarini. Bir qismini qo'lib o'tdi. Qolganini keyin Hazrat Umarning zamonida qo'lib o'tdi. Bunun hech qanday nusrat bir narsa erishmadi bu. ثم وصف اليهود بالبخل والحسد وهما من شر الخصال. Bexillik bilan hasadxo'rlik eng yomon illatlarning cho'nglari. Yamnauna ma lahum va yatamannuna ma li ghayrihim. Yahudilarning ahvoli o'zining qo'lidagi ilk narsa bo'lsa, uni boshqalarga qat'iy tutilmaydigan, bermaydigan, ondan boshqalarga obdan narsa bo'lib qolsa, nima bo'lsa ekan deb shuni arzu qilgan bunda bir erisman haq bu. Demak, ash Yahudilarning o'sha ig'ir illatlarini bayon qilish tushtadir. Am lahum nasibun minal mulk fa idan la yu'tuna an-nasa naqira. Fa am munqati'a deydi. Biz amni ikkiga ayirgandik-ku. Am munqati'a yani muadila. Sawa'un alayhim anzatum am lam tundirun. Yani bu muadilatda ma bu munqati'a yani bu bel ma'nisida. Am lahum nasibun minal mulk. Belni taqdir qilib hozir munqati'a degandikan. Shunday emas. Bal alahum nasibun minal mulk. Balki menda desak bakrak munosib degandik. Balki ularning qo'lida bir mulkdan azroq nasibi bormi? Yani nasibi yo'q demak. O'sha istifam inkar. Yani ularning qo'lida hech qanday bir tasarruf qilgan bir narsa boshqa birinchi qilgan yani qilgan yo'q deydi. Va ma'nal hamza al-inkar. Li-inkar an yakuna lahum nasibun min al-mulk. Ularda hech qanday bir mulk narsa yo'q demakchi. Yani ularda azroq bir mulk bormikan? Yani bu istifam hozir qo'lda hech nima yo'q uni. Yani onun başkalığı belgide, xeyzligide pul var mıken ondan demizga? Yani pul yok onun mügenmez. Yani bu, ularının kolda çıkana mülk yok. Eğer mülk bulab qasitte, ne vardı bulab qasa? فَاِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. Başkalığa, kişilerge kılçılık nasını vermekti bular. Demek bunu kat bekil demek lazım. Yani bazıda tutmuş şu Yahudiler kim en ahırda yani mülk bizim kulumuzu sırdı, dünyamızı sorayımız, undağımız diyen sözleri varken bunu. Şununla reddiye edip baktılar. Lakin bu Yahudilerin bekillikini paş kılıştığın ibaret desek bekirek şu. فَاِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. Yani onların mülk bulab kaldıran bu olsa, mülk koy yok. Mülkü bulab kaldıran bu olsa, halayıkka nekir miktarlık cinasını ötküzmegen bulattı, beğenmegen bulattı. Ey law kan lahum nasibun min al-mulk ey mulk ahli dünya dünya ahlining aşında iqtidarchilik qilgan aşında egilik bo'lgan bo'lsa yoki Allohning mulki deydi. Yani Allah igi bo'lgan ashnalarning hammasi havo, mushu suv, mushu narsaning hammasi bo'lgan bo'lsa, boshqa odamning nafaslantirmay o'tirib qo'ydi-da ular. Havoni bermagan. Masalan, fa idan la yutuna ahadan miqdara naqirin li farti bukhlihim. Unda bulduğum bolsa, eli o yok, kolda mülk yok. Eğer mülk olab kalgan bolsa, bekillikte bek igir olab ketkeçke onun kişilerge nakir çağlık nasilmi beğengen bulattı. Ve nakir en nukratu fi zahrin nevati.
Bu maş qavmning urug'ini shunday atsak masalan, yasak. Qavmning urug'ining ustida shunda bir tikishchilik bir narsa bo'lishi mumkin. Açqan chog'da tashlaydigan kichik bir nusxaga shoptikining bir qismida. Da bir parcha shoptakdak. Xudodan birisida naqaradiga cho'qiladi degan bo'ldi-ku. Pishmasdan tumshqidan cho'qilib mukasa ag'dak narsa. Shunchalik nazim bergan bo'ladi. Hozir masalan fatildi bir oyatda. Mana nakir desin ama. Yani bir oyatda masalan ma'yamlikni min qitmir. Qitmir degan shu qovning urug'ini yurgib turgan shoptak. Masalan tuxumning misolida shoptak chiqdi, shunga o'xshash narsa shu qitmir. Mana shu qovning urug'ining o'ziga bir cho'qib yegichlik kichik bir tal narsa. Yani bu mu şuna aytamdi kichikkina bir narsa misol qilishga iborat. Qilchilik bir naf o'tkazmaydi degan ma'noda. Bu hammasi shu qavmga munosib. Chunki arablarningki turmushida tunaydigan butun tafsilotini biladigan narsa shu qavm. Ya tuga, shunami? Ya sahro qumliqlarni. Shuni bilgan ekan, shunda misol shu muhitida ba narsalardan misol elayotdi. Bu masalun fil qillati kal fatil mana. Az kichikkina bir narsa ekanlikda bir misollar ishda iborat. Yani Yahudilarni intan bexildab baklam qabul sifatlaydi. Endi mana ikkinchi oyatda 54-oyatda buni bexillikdan o'tkilib hasadxo'rlik bilan sifatlaydi. Am yahsuduna an-nas ala ma atahumullohu min fadli. Yoki kishilarga Alloh taolo o'z fazl marhamati bilan bergan shu ne'matlarga hasad qilishamdi ya. Yoki balki hasad qilishudi degan ma'noda. Yani bel yahsuduna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vel mu'minin. O'sha an-nasning maqsad nima deganda olimlar ba'zida bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an-nas deganni jam'un yurad bihi wahid duqo amun yurad bil khas alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'a lakum fashawun fazadahum imana. O'sha an-nas ishki keldi bu, hamma narsa emas. Ya Nuaym ibn Mas'ud, ya kash karvan hokazo. Undan keyin mishadimi? Am yahsuduna an-nas. Ya Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo payg'ambarlikni ato qilsa, oshininga hasad qilisham deya bular degan. Yoki hasad qilishudi mana degan bal degan taqririyat. Yani bular Rasulullohga payg'ambarlik kelganga hasad qilishudi demakchi. Vel mu'minin. Yani mu'minlarga ham shu Rasulullohning payg'ambarligidan haqiqiy foydalangan mu'minlar ekan, mush payg'ambarlikdan foydalanib jannat olib ketib, mushunda nafab ketamishlar deb ashuni ko'rmaydi demakchi. Ala inkaril hasadi va istiqbahihi. Rasulullohmi, mu'minlarmi hasadni inkar qildi, nima? Aytlaydi va uni qabul sanatdi. Rasululloh va mu'minlarning hasadni qabul sanat, hasaddan o'zini xoli tutadigan bunda pak zot bo'lganligiga hasad qilishdi bular degan. Va kanu yahsudunhum ala ma atahumullohu min an-nasr wal ghalabati wal ziyad al-'izz wa at-taqaddum kull yawm. Yahudilar mu'minlarni Madinada masalan islom davlati tiklandi. Shuni Alloh taologa Badrda va keyingi janglar nusrat g'alaba ato qildi. Kundan kunga ilgirlab izzat obro'yi o'sdi. Mushuninga hasad qilishdi deydi. Chidayolmay bo'ladi. Ko'z oldida ko'rib turgan ekan Madinada. Unda ahvol deydi. Yani ba'zi olim deydi, an-nasning maqsad arablar. Masalan, Ibrohim alayhisolamninki ikki o'g'li bor. Ismoil, Ishoq, nima? Mavla Ishoq tarmoqidan bo'lganlar. Bular shu Ishoq, Yaqub, Yusuf alayhisolam, Sulaymon, Davud, nurg'un payg'ambarlik keldi-ku. Shular kirib oldiqachida Ismoil tarmoqiga Muhammad sallallohu alayhi vasallam vaqtida payg'ambar kelib qolsa, ko'rmay, chidayolmay bular. Yani arablarga bunda bir payg'ambarning yaratilganligidan chidayolmaydi degan ma'no. Ikkinchi tafsir. Yani üçüncü tafsirda olim debdi, bu mushu qiyomat qadar Muhammad sallallohu alayhi vasallam yaratilgan insonlarning hammasi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarligidan foydalanib, iymon etib, unda bahramon bo'lgan, to'g'ri yo'lda manganlar shular annas. Bütün mu'minlarga hasad qilib, biz bu rasulullohga ergashmay ishimiz sadaq qildi, jan tortdik, Mavla ergashib, bunda foydalanib ketamiz deb chidayolmaydi degan. Bu shu ekan. الناس ينادر أمانسا بكراك الماوى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب biz İbrahim evladıga, cemaatiga, İbrahim'nin keyinki şu farzandlarga peygamberlikni, kitapni ba'duq deydi. Yani Tevratni ba'duq demakchi ekan. Vel hikma al mawaiz vel fiqh. Vaz nasihat va dinni tushunish degandek shunda ilmlarni ato qildik. Va ataynahum mulkan azima. Yana katta padişahlıkның ba'duq deydi. Mulki Yusuf va Davud va Sulaymon. Yani şu
Ben İsrail'den çıkan şu padişah peygamberlerini sanatlardır. Ve aşında nurgun narsını bir vattuk. وهذا إلزام لهم بما عرفوه من إيتاء الله الكتاب والحكمة آل إبراهيم الذين هم أسلاف محمد صلى الله عليه وسلم. Yani biz aşında padişahlıkını ve peygamberlikni İbrahim'nin evladı vardı. Saktın boğan aşı şahka verdik demesi. Bunda olurken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin buğusu olan İbrahim aleyhisselam'ın evladı aşında belgimizden bilip turdu. Hem de yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin aşı atı boğuları belge aşını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in gibi versek bunu da için isteyenmaydı o. Okşaşamaz mı demek. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ilgili ötkenlerge aşında nimetlerini bergen. Ve ennehu leyse bi bid'in en yu'tiyallahu mislema utiye eslafuhu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de ilgirikele verilgen aşı mertebeler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi verilse bu bir galite suyluğa işemez mi? Bunun üstüne bu peygamberlik mi? Bir taraftan mertebe boğan bilen bir taraftan bu mesuliyet. Zaman ağır bir vazife. Xudo yerdan da faqat atayna al İbrahim'in kitab musta'lil. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in atı boğularga aşına bergen. Bunu bersak mı? Galite bir şey normal iş bu. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ Yahudilerden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etkallah bağlıydı. فَمِنَ الْيَهُودِ مَنْ آمَنَ بِمَا ذُكِرَ مِنْ حَدِيثِ آلِ إِبْرَاهِيمِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ Şu kırkaşı İbrahim'in evladı münasebetlik deyilgen sözlerge işengelli bağlıydı. Hem şu doğru, bunun kamışı atboğulun olan şu Yusuf aleyhisselam'a, İbrahim, Musa, Muşlar'a peygamberlik verilgen, padişahlık verilgen, muşunu tasdiqlaganlar var. وَمِنْهُمْ men sadda anhu inkar qilganlar bor. Yani bilib turib yaqinda emasdi deb turganlar bor debdi. Yoki ikkinchi tafsirda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon etganlarmi bor Yahudilardan payg'ambarligini inkor qilib yuz o'rganlarmi bor. Mabakrak tushirgan. Va kafa bi jahannama sa'ira. Endi ashu Rasulullohdan yuz o'rib Rasulullohning agishni to'sab turganlarga yenib turgan azab jihatdan jahannam kifoya deydi. Sa'ira yani yenib lavuldab turgan demak. Musa'ara, muvaqqata deganday. Ash azab yeterlik. İnnellezîne keferû bi âyâtinâ sevfe nuslîhim nâra. Ayetlerimizge, peygamberinin kolida keltirgen mo'jizalarga, ashu aniq dalillarga tanıdığanlarını biz pat yaqında shunda bir o'tga kirgizimiz deydi. Demak, ashu jahannamni hozir va kafa bi jahannama sa'ira. Ashu jahannamni texmo aniqlab sifatlab turadilar. Bayon qilib turadilar. Qanda jahannam bo'lsa, shunda bir nar, ashular kirdigan nar. Kullama nadijat juluduhum, ularning terisi shunda pishib turishi bilan baddallan juludan g'ayraha. Uningdan boshqa terini almashtirib emas. Yani kuyib ketsa terisini g'achida boshqa teriga almashtirib emas. Demek bunun kallisi aslında bunda tushunib qilish bor. Kuygandan keyin bir kuyatlan bo'lsa odatda masalan dunyodan bir badanni ya bir jasadni kuydirsak, kululab turganda, turgandan keyin bo'lgan ishugaydi deb bunda bir kallisi kiribdi. Yani şu bir kuyash borken, kuyab, kavaplar kululab ketgandan bo'ldanda, ishugaydi deganki, ya sizningki unda tugmas azob bor. Bir kuyaplam tugmaydi. Her qatim shunda kuyab turishiga uni terisini almashtirmaydi. Yani ki, insonning ashu o'zi azoblanishi davomlashyapti. Bu badanning terisi yarmisi almashimi, asli azoblangan odam azoblanayverdi, bu davomlashaverdi deb tushunishdilar. Endi va teri deganda shu nervi bo'libdi, teri bo'lmagandikilar bu terisiz bo'lsa nervli bo'lmagan ekan og'riq his qilmaydi deb mana deyish mumkin. Lekin qanday bo'lmasa da o'sha hayotda bu azob aslida davomlashaverdi. Teri shunda kuyab turgan ekan unga yangi teri, yana kuyardi, yana yangi teri, shunda davomlashadi. A'adna tilkal juluda g'ayra muhtariqa. Ash kuyab bo'lgan terini kuymagan shaklda qayta yanglab akab qo'ymas. فالتبديل والتغيير لتغاير الهيئتين demek bu almashtirish, o'zgarish taqib turqininki o'xshash bo'lmaganligidan. Bir qatim kuygan, bir qatim yangi. Bunda almashib turganligini ko'rsatdi. La li tagayurul aslayn. Lekin shu yangi terilik kishi, u boshqa kishi, ma kuygan terining egasi u boshqa kishi degan bunda narsa emasmi? Endi ahlul haq, ahlul haq ham shu ahli sunnat va jamoatning qarshi shunda. Xilafan lil karramiyya. Karramiyya bu da boshqacha qaraydi ekan. Bunun e'tiqodi xuddi bir batiniyaga yaqin bir e'tiqodi ekanda bunun karamiya.
Bu bir taifa. Bazı qarashlar ahlisine yaqin kelib qolgan, bazı qarashlari batiniy taifliga yaqin kelib qolgan, bazı qarashlar Shi'aning yaqin kelib qolgan. Bunda bir chataq bir firq ekan. Bu bir xil tanasuqul arvoh e'tiqodi ekanda bunda. Bu debto shular badan kuyab masalan u ro'yini qilsa, yangi bir badanda tanasuq qildi bu. Ya'ni u boshqa odam dedi. Ruh g'achlarni ko'chirdi demak ekan. Yani bunlar degani qo'ygandikan, g'achchi bu yangilansa, burunqi odam emas bu. Bu boshqa bir odamga tushgan bo'ldi deb bundaroq bir qaraydi ekan. Lekin bizimizda shu nafs, burunqi nafs shu. Yani azoblanguvchi shu burunqi terining egisi shu. Teri almashqani bilan nafs almashqani. Demak, bu yerda hozir teri, qo'l, bundan narsalar shu og'riq bo'lsa, asli og'riqni his qiladigan keyin ash egisi. Aziz ularga shu nafs yanalan shu azobni yurdi. Boshqa bir nafs kelib qolmaydi demakchi dedi. Van Fudayl burunqi zahirlarning birisi yaj'alun nadija g'ayra nadij, pishib ko'yib ketganni pishmagan kuyimga holatga yanilab qo'ydi deb bunda tafsir. Bu tushunishga o'xshash. Nima uchun yanilaydi? Liyaduqul azab, azobni tetsin deb. Bundan teri ko'pkasi nervi bo'lmagan ekan, og'riq his qilmaydi dedi-ku. Terini yangilagan ekan, nervi yangilanib bilan og'riq his qildi. Og'riqni tetish uchun, davomlash uchun, yaduma lahum zawquhu, azobni tetishi davomlash uchun, wala yanqati'an, faqat uzilib qolmas uchun. Ka qawlika lil aziz, azzakalloh, aziz kishi azzakalloh desa, Alloh taolo sening aziz bo'lishini davomlashtirsin degandek mazmun botdi. Yaduqul adab degan tetishini davomlashtirish uchun degan mazmundadir. Innalloha kana aziza, haqiqatan Alloh azizdir. İntiqam alaysa intiqam olishni hech kim to'sanmaydigan. Qilaydiganini qila oladigan. Jinoyatchiga qanday jazo beradi bir kim to'sa olmaydigan zot demak. Hakiman hamma ishlarda kafirlarga bergan jazosi bo'lsin, boshqa ishlarda bo'lsin, hikmat bilan ish qiluvchi. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. İman etgan, salih amallarni qilganlarni biz pat yaqinda tiydan o'stan daryolar eqib turayotgan jannatlarga mangu qoladigan holatda chigizimiz. Yani yuqorqi oyatlarda Yahudilarning, kafirlarning ahvolini do'zaxda qanday azoblangan, ig'ir ahvolini bayon qilgandan keyin selishtirish uchun mu'minlarningki ahvolini ularga berilgan ne'mat va izzatni bayon qilyaptilar. Diğer müminler de belki ama peygamberler ayşip iman etken müminler bulsun ki umum manisi. Lahum fiha azvacun mutahhara. Ularga şu cennette pakizlangan cüptüler var, hutullar var diyendek. Mutahhara meynet naslardan, heyz, nifastan veya ki naçar ahlaklardan, insanı nefretlendirilgan naçar ahlaklardan, maddi ve manevi meynetçilikten paklangan cüptüler var desek. Bu hazır erlerle khas yapma ya ayallahıma okşay işlemde. Ayallaha onda emin ve amil salihat ayallaha onda azvaj mutahhar bulmunda yeri yokken ma. Dünyadan çok muhatabı etken mu'mine ve salihaken. Umum vardır ma. Ellezi aminu minel ricali ve nisar yan buldu ma. Yine öyle tükürdü. Bu ayallahım dolu kadar o cennet çizmeyler sıkıntı sen de kaldım. Bu şu umum sigadır. Ayallahım şeydi o. Dünyadaki ayallah olup da ayrım yaratıklar. Mümin ermem olsan, bir ayalı olsa onu aşında parklap, hürperiydim mi, bekrek park çıraylık anda kılıyordu. Ya iki ayalı olsa, ikisini şunda, üç ayalı olsa, üçüncüsünü tepki kadar şu ayalını. Ya belki de baştan etçine elep, kenyana koyup etçine ağın bozu. 7-8'e öğlenki adam bolsun ki. Belki hemmine şunda özel mütahara kıpırışı mümkün. İki ayeteki ayalığa karşı bir kadın bir erkekliği ajrashgan bo'lsa, bazı alimlar ahirgisi deydi. Bazı qan yaxshi ko'radigan bo'lsa, shuni bilan birga o'ldiradi. Ayak so'zlar ekan. Biraz ise ahabbuhuma ilayha deb kelgan. Aşı ayol qan yaxshi ko'radigan bo'lsa, shuni bilan birga o'ldiradi. Yani taba ayol so'g'an. Bu ayol kishi jannat chigan chog'da ikki ayeteki bo'lsa, xasir bilan birga o'ldiradi. Ashundan buni so'rab baqqan. Nezriyatın mümin'e bir ayol olsa, mesela mümin'ge hürperiliğine mükafetlerimiz bu, şunu okşaş, mümin'e ayol gibi Allah Teala hür yigitlerini beriş gerek. Aşından mı çıkıdım? Lekin Allah Teala, velillahil metal a'la, Allah Teala ayollarının tabiiyetiga xas haya bilan, bunda nima qilgan bo'lg'achqa ayollarga da hür yigitlerini mükafetlerini deb buni
ochiq demagan. Xuddi masalan bir dada o'zining qiziga siz obdan bunda kirishgan yigitga birma yoki bunda bir yigitni bizni tap qo'ydim demda demaydi. Bu dildan so'z emas. Lekin Alloh taolo billahi masala ayollarning o'zini xuddi shu ota qizini qilgandek unda qilganmaylam yo'q etgan buni. Şu alimdaydı, yani muhakkik alimdaydı, mu'mina ayol kishi olsa cennette öyle yigitler, erler görperi dedik o, aslında öyle yigitler mükafat var. Yani bazılar unda emas deyishi mumkin. Yani ko'z qarash o'xshash bo'lmasimi? Ki muhakkik alimda aslında digerler var. Ki ejli pastın fakirlerden cennette malak uğraş buldur olmayı degan çıkandı ya. Ha? Mesela bal fazer köz qarab basarsan degan turib. Belki unda ko'sak ko'tarib, unda ağrımaydan qaçı to'pirish mumkin. Ama buni tasavvur qilib, ma la aynu ra'at va la udhun sami'at va la khatara ala qalbi bashar. Lekin mujnaatlarni bizning kallamizga yaqinlashtirib degan nima bo'lishi mumkin. Bizning aqlimiz yetmaydi buni tasavvur qilish. Va nudkhiluhum zillan zalila. Ya'ni ularni naatbak so'rin yoki naatbak qatma-qat to'siq bilan shunda tushgan soy bilan soyditimiz demak. Zalila degani sifatun mushtaqqatun min lafzi zil. Zalila degan zilding turinib chiqqan bir sifat deydi. Yetakidi ma'nahu ash soyni hozir qattiq tezlik bilan sifatlashda iborat. Bak soy demakchi. Kama yuqal laylun alyal. Bak kecha demakchi. Wa huwa ma kana tawilan فينانا لا جوب فيه ودائما لا تنسخه الشمس. الظليل يعني عبارة هنا uzun, طويل يعني uzun, feynanan degan zu afnan deymiz. Nati qat shaxlari bor. Bu baraxsan degan ma'no. Zavata afnan deb Qur'on keldi. Zu afsan degan ma'noda. Shuni zalil hozir nima deb iborat? Masalan bino uyda eng usti qavat turib qolibama. En üstün qavat tursanglar, yazdan da issiqdan o'tib olmaydi. Lekin birinchi qavat, ikkinchi qavatcha en üst qavatda bunday. Yani shuni bir o'giz to'sab turdi. En üst qavatni. Shuni to'sab turdimi, o'gizdan o'tib ketdi uyga. Unda hozir bu necha qavatning ostida tushsakcho, bu bek so'rin bo'ldi. Lo'g'in bilan valiylargina, masalan, g'azandan birisi to'sab turgan bo'lsa, otobni uning ostida zil bo'ldi. Endi g'azanning uni to'sab turganning osticha zalil bo'ldi. Yaxshi. Yani sayın astı degandek. Yani bu qattiq daraxtni bukparasdan bulab, yomg'ir tushsin balki asli tushmaydigan bo'lakizlar. Chunki uning ustida 50-60 gazan olganki 50-60 gazan tushib qolsa, balki u suv qurib ketadi. Shunga o'xshash optopmi o issiqqa faqatlan tekib o'tmaydigan soy demakchi. Feynanan yani bukparasdan uzrab ketgan, la jawba fihi, uningda hech qanday bo'shliq bir kama yo'q. Eğer cevap bulab qalsa, kama bulab qalsa oldu ba'zi yerlarda kichik aptop tushib qoldi-ku. Mesela daraxtning ostiga soy tushsa, shalanroq bo'lsa, uya mesela talning ostida emas. Uya pishab aptop bo'ldi. Ma'noda unda la jawab fi, la furja fi demak. Hech qanday kama yo'q. Javob deganda kama o'rak degan ma'no. Va doiman u ham bu yoqqa yurishib ketib, keyin aptop tushib qoldigan emas, muqim soy demak. Ya'ni aptop uni bekor qilib o'tmaydigan, muqim turadigan soya. وسجسجا لا حر فيه ولا برد. معتدل emas. Sejsej degan معتدل. Issiq emas, sovuq emas. Hozir masalan ba'zi aeroplanning yo avtobusning gradusini 24 gradus qilib qo'ydi-ku. Ya to'g'maydi, ya issiqlanmaydigan qilib qo'ydi mesela. Shunga o'xshash. Hozir shu jannatningki rizqini, yo'riqligini, issiqligini shunda deydi ekan masalan. Aytganda kun chiqib chiqib bo'lmay qolgan chaqda odam yo'riqildi-ku. Ya oftob yo'q, ya qorong'i emas. Shunda. Yoki namozshani masalan kun patay deb qarong'i bo'lish ilgirki ahvolda yo'q, lekin unda oftob yo issiq bunda narsa. Shunda deydi ekan. Bo'laysa dalik illa zillul jannat. Jannatning soyaslam ashunda, dunyoning boshqa yerning soyalari unda emas demoqchi. Thumma khatabal wulata bi ada'il amanat wal hukm bil adl. Andan ajbira ishni tutqan masalan. Bira ishga huquqda bo'lgan hakim bo'lgan, mas'ul bo'lganlarga xitob qildi. Amonatni ado qilinglar, kishilarning orasida adolat bilan hukm qilinglar deb shuni buyurdi. Innalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Alloh taolo sizlarni amonatni o'z egasiga topshirishinglarga buyurdi. Demak, mu'minlarni solih amallarga buyuryaptilar.
وقيل قد دخل في هذا الأمر الفرائض التي هي أمانة الله تعالى التي حملها الإنسان. ماذا تشرح المبتنى؟ مش بيرقنا إشجع الله تعالى إنسان تبشران أش أمانة، يعني فرض قيام عبادة لا إنسان سويشلوغان أشوا أمانة شو مش شنو شيء كريب كتة، يعني الله تعالى نو حق بوغان فرض لا مش نشدبا دمكشي. أبرأت إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملنها وأشفقنا وحملها الإنسان مش أمانة نديش ممكن. أنا فرض عبادة لا مش شيء كريبزوتمز مكشي. Elbette farz ibadetini kirgizilmez andan yani bu farz ibadet Allah Teala'nın hakkıdır. Yani bendilerin hakkı olmuş şey söylüyor. Amana çünkü. Ve hifzul havas allati hiye vedai'ullah Teala. Yani insanın bedenindeki aşı tuygu azalarını aşını asraş, kadın çıkartmaslık, muşumu kirip getido. Çünkü Allah Teala insana tapşırgan amanet budur. Yani birinci ayette müminlerine aşı amanetine ilgisi kaytırış, tapşırış şunu buyurdu. Ve ikinci ayette adalet ile hüküm kılış buyurdu. Ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumu bil adl. Halayıkına oturdu hüküm kıplasanlar adillikle hüküm kılış buyuruyordu. Bis seviyyeti vel insaf. Tam beraber muamele kılar. İnsaf ile hüküm kılışka. Bu ayetın sebebinin nüzulunu bunda bayan kıttı. Vakile inne Osman ibn Talha ibn Abdüddar. Yani bu Bani Abdüddar cemaati iken. Kâne sâdinel Ka'be. Bu Kâbe'nin khadimi iken. Yani Kâbe'nin açıkışını tutulduğun, Kâbe'nin işleri mesul olduğun. Cahiliyette Mekke'deki aşında bazı bir imtiyazla her bir cemaatke ayrım imtiyazlı baktı. Mesela şu Abbas cemaati de Acılağa, Sureş baktı. Yani şu cemaatte tuğul kötüreşiniz var. Musab ibn Umar'ın cemaatten o tuğul kötüreşiniz. Cengi olsa tuğul kötüreşiniz şu cemaatte. Kâbe'nin açısını saklaş, içip bireş, takaş şu cemaatte. Beni Abdüddar. وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم مفتاح الكعبة. Mekke fethi boğan çağda şu Osman ibn Talha'nı çağırıp Kâbe'nin içi kiriş için açıkçını belgeyen de aldı deydi. فَلَمَّا نَزَلْتُ الْآيَةِ أَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِأَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ. Açıkçını taşır bağlandaki asla hatır bağırsın boktu. Peki mağaya çıkanıki amanın özgürlüğü tapşıranlar diyenken açıkçını yani aşıyor. Şu cemaatinin çoğunluğa Osman ibn Talha'ya tapşırılan neydi? أمر علي رضي الله عنه بأن يرده إليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أنزل الله في شأنك القرآن. Sen toğurluk Allah Teala ayet nazil kıldı. Şu ayetin köşemiz boyunca şu amanını sen kaytırıp verme diyen tarikada. Ve qara aleyhil ayet. Fe esleme Osman. Sonra Osman ibn Talha şu çağda Müslüman boğandı. Başka rivayette Osman ibn Talha bundan burun Müslüman boğandı rivayetim var. فهبط جبريل عليه السلام وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السدانة في أولاد عثمان أبدا. Sonra Cibril Aleyhisselam çöp Resulullah'a karşısında oturttu. Kabe'nin hizmetini kılış, imtiyaz, hukuk, Osman'ın evladı buldu. Ta abad. Hadir mı? Hadir günde mi? Osman'ın evladılar. Kabe'nin açıcı. Bunun şu evladı. Belki de hadir padişahlık tüzümde bunun hukuku selamda çekip bulup kalan boşu mümkün. Kalgan çağda işbirip kalganı takaydığın bundanımız yok. Padişah şu buyuran çağda işbirip takaydığın boşu mümkün. Dikin yani şunun kullanımı. Çünkü Resulullah şunun bir ötü o. Hatta şu Abbas radıyallahu anh Resulullah bizi başlama aşkışına biz aşı acının soruşuyla şu aşkışın tutulan hukuk bizde olsa da bek köz geçirip yaptıkken ben yaptıkken. İnna Allaha ni'imma ya'idukum bih. Allah Teala sizlerge vaazına çat kıygan işleriniz oldu. Ma nekira mansuba mavsufa bi'idukum bih. Ni'imma diyen ki ma nekira. Dikin nekira hazır ya'idukum bih deb sıfatlangan diken hamda bu bir xil biz bildiğin bir işe aylandı. Yani okuyan ni'ma şey'en ya'idukum bihi. Siz vaazına çat kıygan bu narsa nimge oldu diyeman. Ev mevsula merfu'atul mahal. Mevsula olsa ellezî manisi buldu. في محل رفع. Bunun sılası الذين موصول desek sılası kasetse ma ba'daha. Yani ya'idukum bihi diyen sılası olur. Ey ni'me şey الذي ya'idukum bihi. Yani şu yakın manada. Vel mahsus bil medh mahdhuf. Hado mediligen aşubdan nasını maalse elip taşın ketken biraz yok. Ni'ma ya'idukum bihi zalika. Aşına sadıp aşını takdir. وهو المأمور به من أداء الأمانات والعدل في الحكم. أشنا سما يعني مدينة كان مشو جبل الناس أبدا الناس جنماسة أمانة أداء قلش كان وتبع عدل قله حكم قلش
ibaret buyurulgan işler şu. Ve bi kesr nun ve sukunul ayni Medeni ve Ebu Amr. Medine qarilerle Ebu Amr nunni zir o'qib, aynni sakin o'qidi. Ni'ma deb qiraat qildi. Ni'ma ya'dukum dedi. Ve bi fath nun ve kesr al-ayn Na'imma deb qiraat qildi dedi. Sham qarilari va Hamza va Ali al-Kasai. İnnallâhe kâne semî'an basîrâ. Hakikaten Allah anlıqçı ve kögüçüdür debdi. Yani hazır bu xuddi va'd ve va'id o'xshash. Amanani ado qildingmi, qilmadingmi? Ko'rib to'g'richi, bilib to'g'richi. Hukm qilgan chaqda adil qilib hukm qildingmi, qilmadingmi? Ko'rib to'g'richi. Yaxshi qilsang mukofot, yomon qilsang jazo degan. ولما أمر الولاة بأداء الأمانات والحكم بالعدل أمر الناس بأن يطيعوهم. يقرأ آياته حاكم لانه والي لانه حقوق تقلانه أمانة جاي تفسرونلا عدلقلا حكم قلونلا دب بيرغاندن كين أمده أوام فقراlarga aşılarga itaat qilinglar. To'g'ri joyda hukm qilib mansa, aşının gapini anglanglar, itaat qilinglar deb buni buyuryapti. Ya ayyuhallazina amanu atiiulloha va atiiur rasula va ulul amri minkum. Ulul amri minkum yani al-vali, hakim ve hukukdarlar. Ya ki ulama desek buldu debdi. Yani amrahum yanfudu alal umara. Çünkü ulamaның gepi valilarga, hakimlarga ötüdü, icra qilib ketidi demek. Yani şularmı şu ulamaның gepini anglab, şeriatning hukmi bo'yicha mangdi demek. Yoki qozi bo'lib qolsamdi, hakim bo'lsin, mahkum bo'lsin, uning oldida o'xshash barobar. Qonun oldida barobar degan ma'no. Fa in tanaza'tum fi shay'in, sizlar hakim mahkum bo'lib masalan bir narsa talash qilib qolgan ahvolda antum va ulul amr, yani sizlar degan antum degani avam fuqarolar va ulul amr degan hakimlar bo'lishi mumkin ko'pincha ehtimolda. Ulamalar emas, chunki avomlar ulamalar bilan bir masala talash qilish yo'q. Ulamalar desa shuni ma'qul deb turish kerak. Hozir bu yerda hakim va mahkum va uch kala talash qilgancha andin ulamalar yo'q bu dinning hukm muavati deb ular bir taraf qildi degan ma'no. Farudduhu ilallohi va rasul. Allah va rasuliga qaytaringlar. Ay irji'u fihi ilal kitabi va sunnah. Allah qaytarishgan, Allohning kitobi qaytarish, rasul qaytarish, rasululloh vafot etgan albatta sunnat qaytarish. Rasululloh do'stida rasululloh uzrlan so'ragan gap. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mu'min bo'lsanglar dedi. Innal imana yujibu at-ta'ata dunal isyan. Yani iman bo'lganikin bu iman degan itoat qilishni keltirib chiqadigan narsa. Asilikni keltirib chiqarmaydi herkes. ودلت الآية على أن طاعة الأمراء واجبة إذا وافقوا الحق. Muş ayette hakimler hak doğru işni tıqqasa ularga qarışmay itaat qilish vojibligini ko'rsatdi. Fa idza khalafuhu fala ta'ata lahum. Agar haqqa xiloflik qilib Allohning qonunidan chiqib qolsa, u chaqda ular itaat qilish yo'q deganni ko'rsatdi. Liqavli sallallahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Demak o'lcham shu. Sahabenin işidinmi, komandan seklemay turib Rasulullah'a kelib shikoyat qilgan chog'da bir o'tqi ishigan bo'lsa, o'tlarga ishlanmaydi degan. Innamat ta'atu fi ma'ruf. Wa hukiya anna Maslama ibn Abdul Malik ibn Marwan qala li Abi Hazim alastum umirtum bi ta'atina bi qawlihi wa ulul amri minkum. Maslama ibn Abdul Malik shu chog'da ekanda Abdul Malik ibn Marwanning o'g'li bo'lganikin bir vali ahdi yoki vali bo'lishi mumkin. Bu Abu Hazim degan mush olimga debdi. Sizlar Alloh taolaning va ulul amri minkum degan mush so'zi bo'yicha bizga itoat qilishga buyurilmaganmi deb so'radi. Ya'ni bizga itoat qilsam bo'ladi demoqchi. Faqala Abu Hazim alaysa qad nuzi'at at-ta'atu ankum idza khalaftum al-haq. Sizlar haqqa xiloflik qilib haqdan chiqib qolsanglar, sizlardan itoat qilish tartilingango. Yani itaat qilish majburiyatimiz yo'q bizdan. Yaqulu, mana Alloh taolo oyatida dedi: "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Alloh ay al-Qur'an va rasul fi hayatihi va ila ahadithi ba'da vafatihi." Da'onikan sizga itaat qilish shu sizning to'g'ri ish qilishingizga bog'liq. To'g'ri ish qilmagandan vaqtingizni chiqarsak bo'laverdi deb javob berdi. Zalika ashu khayrun va ahsanu ta'wila. Afzal aqwajatni yaxshi demak. ذلك إشارة إلى الرد أي الرد إلى الكتاب والسنة. يعني الله كتابه ورسول سنته قيترب برطرف قلش بو أفزال دبتو. قند أفزال عاجلا دنيا دو اسمه دنيا لقجاتن أفزال آخرة لقجاتن آخرة جاتن تخم أبدان أحسن تأويلنا عاقبة دبتو. بو قطعتنا تفسيره. نمشي تأويل يعني تأويل يعني سوزنون معناتما شو عاقبة ينجب تشخدو.
ala yaulu dengo ma'al. So ta'wil degan marji'an va aqibatan degan ma'no boshing. Ikkinchi tafsirda ta'wil degan bu usul fiqhda masalan lafzning zohir emas, g'ayri zohir ma'noda tafsir qilishni ta'wil deydi. Bu istilohiroq ma'noda. Yoki tafsir ma'nosida. Yani mushunda nima qilsanglar, bu sizlarning o'zingizning tushunganidan olimini oyat hadisning mazmuniga olib nima qilsanglar, bu bakrak yaxshi demakchi. Bu ikkinchi tafsir. Kana bayna Bishr al-munafiq va yahudiyyin khusumatun fada'ahu al-yahudi ila an-nabi sallallohu alayhi vasallam li'ilmihi annahu la yartashi. Bu Yahudi ham munofiq bilan bir da'voda istirdo'lab qilib, Yahudi ham Rasulullohning qarimaydiganligi qarshi, haq hukm qilib qo'yganligini ishonch qilg'achqa Rasululloh hukm qilib qo'ysin deb turibdi. Va da'ahu al-munafiq ila Ka'b ibn al-Ashraf liyarshuhu. Munofiq ay Yahudi hukm qilib qo'ysin deb aniq parverib bilan bunda hukm chiqarg'ili bo'ldi deb o'ylabdi bu. Fahtakama oxir talashtasib munofiq Ka'b ibn al-Ashraf hukm qilib qo'ysin deb turibdi. Yahudi Rasulullohga qo'ydi talishdi, eng oxirida Rasulullohning qish keldi bular. Faqada lil yahudi falam yardal munafiq. Yahudining qaydisiga chiqib qopdi-da hukm. Chiqqanki munofiqqa zo'may. Ta'ala natahakamu al-amr. Ya Umarning qishqorida deb turib. Umar hukm qo'ysa. Faqal yahudi li Umar radhiyallohu anhu qada li Rasululloh sallallohu alayhi vasallam falam yarda bi qada'ihi. Rasululloh hukm qo'ysa unimida Rasululloh menga buyurib bergan talashgan narsani deb. Faqal Umar lil munafiq akadalik shundami? Desa qalana. Faqal Umar makanakuma hatta akhruja ilaykuma. Tuturlar hozir chiqay deb. Fadakhala Umar fa akhadha sayfahu thumma kharaja fadaraba bihi unqal munafiq. Kallisnabtu. Faqala hakaza aqdi liman lam yarda bi qada'illahi wa rasulihi. Allahning va rasulining hukmiga unumg'anlarga men bunda hukm qilaman. Etki müşahit tuttu. Alam tara ilellezine yazumuna ennahum amanu bima unzila ilayka ve unzila min qablik. Yuriduna en yetahakamu ila at-taghut ve qad umiru en yekfuru bihi ve yuridu şeytanu en yudillahum dalalan ba'ida. O'zini iymon etdim deb turoldigan, nimaga esa sana nazil bo'lgan va sendan ilgarikilarga nazil bo'lganga iymon etdim deb turoldiganlar qaramamsa. وقال جبريل عليه السلام إن عمر فرق بين الحق والباطل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الفاروق. Hozir bu yerda tağut degan bir so'z bor. Umash Faruq vaznida. Endi bu yerda Faruq deb Hazrat Umarning ishi bor. Yerda haq bilan naqni ayirgan bo'lg'achqa Umar Rasululloh anta Faruq deb aynan nom qo'ygan debdi. Bu so'zni hozir deb qo'yishning unisi Hazrat Umarning qilmishi bor yerda. Qilishni albatta. Endi ma yatahakamu deb tağut degan so'z bor. Shuni muqobilda bayon qilib o'tdi. Yuriduna ay yatahakamu ila tağut. Yo yuridun degan hozir ma alam tara deganda qaramamsa deb ajablantirishyapti-ku. Ajablantirgan ish nima bo'lsa, yuriduna yatahakamu ila tağut. Tağutni hukm qilmoqchi bo'ladi. Ajablangan yeri shu demakchi. Yaz'umundan hal, ya'ni yaz'umuna muridina an yatahakamu ila tağut deganda. Tağut kimsa Ka'b ibn Ashraf. Unda Faruq Umar radhiyallohu anhu ta sammahu Alloh tağutan li ifratihi fi at-tughyan. Bu haddidan eshib baklam tajavuz qilib ketganlikdan tağut deb bunda sigat mubalag'a bunda akratgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning adovatini chekdan oshgan. Yakanda shaytonga o'xshab qolganlik, tağutga shaytonning bir ismi bo'lgan ekan, shaytonga o'xshab qolganlik jihatdan o'xshab degan bo'lishi mumkin. Aw ja'ala ixtiyarat tahakumi ila ghayri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ala tahakum ilayhi tahakuman ila shayton. Yani Rasulullohdan boshqani tanlab, Rasulullohga hukm qildirmay boshqaning oldiga berishni tanlaganlikni xuddi shaytonning oldiga berib hukm qilib qo'ygan deganga o'xshash qilgan bo'lishi mumkin. Bidalil qawlihi va qad umiru an yakfuru bihi. Uningga kafir bo'lishga buyurilgan, ya'ni shaytonga agashmanglar, uning gapiga chigibmanglar deb buyurilgan bo'lgan ekan, bu yerda shaytonning nimasiga o'xshatgan demoqchi. Va yuridu shaytanu yudillahum dalalan ba'ida. Endi shayton uning ahvolini aytsa, shayton insonlarning dushmani bo'lgan ekan, ularni qattiq azdirishni xohlaydi. Haqdan baklan yiroq apirib azdirishni xohlaydi. Ya'ni o'lganga qadar unda izib tizib jahannamga loyiq bo'lib qolishni tanlaydi deydi. Kufr davlatlarida shunda kufrning so'zini lekin qildirish bo'lgan o'xshab qolmoqda. Ha, Allohning hukmi bo'yicha bir taraf qilish imkoniyati bor turib, uningga unumay, ondan kafirning oldiga olsa shuni tushadi. Chunki Allohning hukmi bo'yicha hukm qilish imkoniyati bo'lmasa, yo qarshi taraf uni unumay tursa, majbur bo'lib qolsa, unmaydi.
Mesela diğerimizde mirasının meselesi var. Mesela addilen misal var. Şeriat boyunca siz bir hisse şikayetçi diken dese kızcak unumay ona sut koyma dese bu Allah'ın hükmü unumay tağutta tahakküm kılgan buldu. Küfürlüğü dinden yangarlıktan Küfürü verip takıldı o. Çünkü ya yezumun dedi. Zam degan söz bir narsani qali degan ma'noda. Lekin bir narsani da'vo qilib olgan, quruq da'vo qilib olganini bildirgan bir so'z. Demak, iymoni hozir u joyida emas. Bu menda men mu'min deb turadi, men musulmon deb turadi, lekin amaliyotda Allohning hukmini tashlab boshqa joyga hukm qo'ygan deb bordi demoqchi. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalalloh. Anda munofiqlarga Alloh taolo nozil qilgan Qur'on bo'yicha, Rasulullohning sunnati bo'yicha, ya'ni yoki Rasululloh hukm qilib qo'ysin, kelolmaganga deyilsa, ra'aytal munofiqina yasudduna anka suluda. Munofiqlar da'vo qiluvchilarni sening uzuring berib da'volashdan to'sqanligini ko'rsa munofiqlarning. Yu'riduna anka ila g'ayrika. Sening uzuring berishdan to'sab, boshqaning oldiga borgan deyishidir. Yani sadda degan şey to'sash ma'nosi. Arada degan oldin to'sdi deymiz-ku. I'tara degan ma'noda. Liyugruhu bir rashon boshqalarni qisqas qanday qilib uni parvarib, vaqtida o'zining manfaati uchun hukm chiqaradi. Fayaqdilahu demak ashularning manfaatiga hukm qilib qo'ydi. Fakayfa idza asabatuhum musiba. Ularning boshqa musibat kelib qolsa, hali qanday bo'lar? Hali nechuk bo'lar? Kayfa takunu haluhum va kayfa yasta'un? Qanday qilar? Hali qanday bo'lib ketar? Idza asabatuhum musiba. Masalan, ash Umara Bishir degan munofiqni o'tiradi-ku, ashunda kallis kesib ketib qolsa, ahvoli qanday bo'lib ketar? Bima qaddamat aydihim. O'zining qo'llarining qilgan qilmishi sababidan nima qilgan desa, sendan boshqaga tahakküm qilib borgan. Wattihamihim laka fil hukmi. Andan to'g'ri hukm qilmaydi deb seni menda qarilgan bo'lar. Thumma ja'uka. Andan ashunda bir musibat bo'lib o'ltirilgan ashu munofiqning oil tavobati sening oldingga kelib qolsa, yahlifuna billahi in aradna illa ihsana va tawfiqa. Yo'q biz endi bunda uqdaroq bo'lami kelibdik, asallama jizdal tugab ketadi deb to'shun sot qilibdik deb menda uzri bahona ko'z qasam qilib kelib qolsa deydi. Ma aradna bi tahakkuna ila ghayrik illa ihsanan. Aslında biz taraf qo'ysin demak shittiq lekin manda ishni ko'z tutlam unda hayotda mundalam uqdaroq bo'lami deb nima qilibdik deganda har xil bahona sababni ko'rsatdi. Va tawfiqan baynal khasmayn. Davani ikki tarafi mushuni bakrak ma'qul deydi bu deganda. Va lam nurid mukhalafatan laka va la tasakhutan li hukmin. Yani biz o'zlariga xiloflik qilishni xohlamagan, hukmga norozi bo'lishni xohlamagan to'q, yani shariatning hukmiga norozi emas to'q, uning xiloflik qilishni xohlamaydiq, lekin shunda bo'lib qoldi, endi sotga berib qoldik deydigan o'zlarini aytib qolsa deydi. Va hada va'idullahum ala fi'lihim. Bu ashularning qilmishi qarta qattiq tahdid. Va annahum sayandamuna alayhi hina la yanfa'uhum nadam. Pushman kar qilmaydigan ashunda bir paytda bular pushman qiladi. ولا يغني عنهم الاعتذار أزر إساك حاكم ميدو وقيل جاء أولياء المنافق يطلبون بدمه من ذا تسلم قلنطن منافقنا uruq tuqqanlari al tavobati ashuning qinini talab qilib qisas tepkepti. Umardan qisas yapasini demoqchi. Yo'q, to'lam yapasini demoqchi. Va qad ahdarahulloh. Degan Alloh taolo uni qinni to'lamsizdan menda qisas ya to'lam talab qilmaydigan qilib bekor qilyapti. فقالوا ما أردنا بالتحاكم إلى أمر إلا أن يحسن إلى صاحبنا بحكومة العدل والتوفيق بينه وبين خصمه. Biz Ömer'e davalışıp verişten maqsadımız bizning o'ltirilgan mushu tuqqunimizga bir adil hukm qilib qo'yamiki, qarshi taraf bilan bir yarashtirib qo'yamiki deb o'ylab nima qilgan to'q. Maqsadimiz shu edi. Va ma xatar bibalana yahkumu lahu bima hakam. Biz uni qalsin chepta deb o'ylamagan to'q. Shariat bizlar qilib qo'yadi deb o'ylagan to'q. Ulaika allazina ya'lamu ma fi qulubihim. Ana shular Alloh taolo ularning dilidikini biladiganlardir. Dilidiki nifaqni biladi. Fa'arid anhum. Demak bu munofiqlar shunda. Sirtqi ko'rinishida boshqacha, nima qildi amaliyotda buning ichki jihatdan chata. Fa'arid anhum. Shunga sen ulardan yuz o'raymoqchi. Yani ular bilan haflashma. Va'idhum. Nasihat qilib qo'ygin. Va qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Ularning ichiga o'tkidak taylik gap qilgan bo'lchi. Fa'arid an qabul al-a'dar. Ularning uzrisini qabul qilma, yani yuz o'rayotgan yana qabul qilma. Va'iz biz-zajri val-inkar. Qattiq silkib, dushkishlab nasihat qilib qo'y. Va baligh fi ba'din bit-taqwif val-indar. Yani ularni va'z qilishda qattiq qo'rqitish bilan, ogohlantirish bilan
va'z etgan yoki a'rid an iqabihim a'rid anhum degani mana ikkinchi tafsirda ularni bo'lgan jazolar jumal demoqchi fatabima tuqmar va a'rid anhum mushrikin ularga aplashma degandek ma'no ya'da uni jazolamagan a'rid an iqabihim wa'idhum fi itabihim ularga tapamalamat qilib kayib qattiq nasihat qil va balligh kunha ma fi damirika min al-wa'd birtikabihim ularning ashi jinoyatni qilmish sababidan qilmoqchi bo'lgan ko'ngilning nasihatni rahat yetkazgan demoqchi val balag'a degan nima balligh deganki balag'a yetkazish an yuballigha bi lisanihi kunha ma fi jinanihi dilidagi narsaning haqiqatini tili bilan yetkazishga iborat va ilmul balag'a mushuga ko'ngilni joyida ifodalab nuqtada hal muxatab holatda tushunadigan qilib ifodalab bersa shu balag'a bo'lib niyati shuni aytdi val balag'a an dilidagi ma'nosining haqiqatini til bilan yetkazishdan iborat va fi anfusihim yata'allaqu bi qullahum fi anfusihim degan mushu jar va majrur qullahum bilan chetishlar ay qullahum fi ma'na anfusihim al-khabitha ya'ni ashlarning usal ichki ma'niyati haqida ularga gap qilgan demak va qulubihim al-matwiyya nati agar bugre ya'ni nifaq ichiga yo'g'ilgan dillari haqida kuchli gap qilgan ta'sirli gap qilgan qavlan balig'a yablughu minhum ularga tegadigan va ularga ta'sir qiladigan shunda taylik gap qilgan demak kunhuga haqiqat vallohu a'lamu bis-sawab subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk